Xiyonatdan keyin qanday yashasa bo'ladi? Xiyonat o'zi bu inson qalbini eng nozik joyi, qalbi, ruhiga yetkazilgan zarbadir. Xiyonatni kim qiladi? Qalbingizni berganingizdan keyin uni oyoq osti qilgan yaqiningiz. Sizga men sen bilanman deb sizga umid berib, so'ng va'dasini unutgan inson. Lekin bilasizmi nima muhim? Xiyonat ko'rgan bo'lsangiz ham siz o'zingiz xiyonatchiga aylanmadingiz. Yolg'iz qoldingiz, lekin noumid bo'lmadingiz Robbimdan. Yuragingiz og'ridi, qalbingiz yig'ladi, lekin u qattiq toshga aylanmadi. Agar shularga ha, to'g'ri deb javob bergan bo'lsangiz, demak siz yutqazmadingiz. Aksincha, yurakni pok saqlash hayotda juda ham muhim. Nega xiyonat qiladilar? Sizda muammo borligi uchun emas. Bu xiyonat qilgan insonni qalbidagi bo'shliq, iymonidagi zaiflik va yuksak mas'uliyatni ko'tara olmaslik.